Kiber xavfsizlikka topshirmoqchi edim. Dokumentlarni topshirib qo'ydim. 6 oy kutasiz dedi. Xo'p dedim. O'sha 6 oy kutish jarayonida hammasi bitib ketdi. Krediti bor edi, keyin bankka bordim. Ozroq to'lovga qaytib keldim. BMga birdan urdim. Mana shu bankni ko'raychi. Anaqasida qancha hisob raqamda qancha pullar bor. Ham qiziqdim. Olmayman dedim, kerak emas dedim. Ko'raman dedim. Shuncha o'qiganman-ku dedim, bekorga qilmagandirman. Qancha ko'raychi dedim. 16 talik, 20 talik o'zim hisob raqam ochganman bankka. To'lov uchun, yo'naltish to'lov uchun, kredit to'lov uchun. O'sha hisob raqamdan hamma hisob raqamga kirish mumkin-da. O'sha umumiy summani bilganman. Endi umumiy summa juda katta. Boshida tegmaganman bir ikki kun. Keyin buyog'i davay deb buyoqdan bir tomondan sal qiyinchilik pullar anaqalar bo'lgan. Katta yeb ichib yuborganman. Keyin boshida bir 500 million. Ishonsa qilmaydi, bilinmaydi bankka deb 500 million. Undan keyin yana bir 500 million. Keyin buyog'i pul kattalashib ketgan, milliard pul ketgan. Sho'ydan keyin o'sha qidiruvda ekanman. O'zim bilmaganman, xabarim bo'lmagan. Shuni vodiyga qidiruvga ketganman. Qidiruvda 10 kun oldin bilganman, qidiruvdaligimni, Qamarshimdan. Vodiyga ketib qoldim. Vodiydan kelib uyga kelsam, o'sha uyga kirganimda 5 minutga ushlab ketishdi.